Cobalt Midnight AMC-Mi. Hurmatli onalarimiz, Bog'ot avtomarketimizda Cobalt Midnight'ning toza chiqqan variantidan kelamiz. Bu yani eng qimmat xilisi. Shu mashinamizni sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Glavniy o'zgarishlar endi ko'pchilik joyda ko'rdingizlar, shundan bir qator ko'rsataman. Xo'p, avizlari o'zgargan. Plus iberana minivach qo'yilgan. Bu narsa klapanlarni ochadi-ku bedan. Klapanni umrini uzaytirib beradigan narsa ekan. Evvellari 80 bin 100 bin kilometrda klapan açıladığım bo'lsa, hozir esa tipa bir 150 bin kilometr chiroq beradi. Ve maqsadda qo'yilgan ekan xullas. Salon holatlarında alümin detal qolmagan, beyonlari qoraytirilgan. Bellari bilsangiz alümin bo'lar edi. Shulardan black piano etganlar. Beyon taraflari bilan birga yana monitorlar qo'yilgan, kichkina lekin chiroyli, tablo o'zgargan, rola knopkalar qo'yilgan. Podogrev sidiniyasi bor. Xo'p, buni kojasi zo'r ekan, lekin masalan trekillarning kojasi bo'ladi-ku kattaroq. Buni kojasi bo'sh. Yaxshi ekan, chotki. Xullas, yomon chiqarmoqlar. Bahosini keladigan bo'lsak, 172 million so'm pul beramiz buni. Avtokreditda boshlang'ich to'lovini 42 million so'm bilan chiqarib olsangizlar bo'ladi. Oylik to'lov olsa 4 million 200 dan 5 yil chiqadi. Bartev xizmatlarimiz bor, mashinalarni kelib bemalol Bartev tarafdan xullas qiziqqanlar Bog'ot avtomarketga kelsangizlar bo'ladi.